Mana shu kivilarni Toshkent viloyati Yangiyo'l shahriga jo'natyapman. Mana bo'yini o'sgani. 1,5 metrdan oshiq o'sgan shunisi. Jog'imgacha chiqyapti. Mana bunisi ham o'shanchalik o'sgan. Mana ikkitasi sal pastroq. Kindikkacha. Buni mana yashil izolinta baylanganlar. Mana 3 tasi xivir sorti. Bu bitta sariq erkagi, shular chaynatib beradigan erkagi. Shu to'ralasini chiqaryapman Toshkentga. Toshkentdan Yangiyo'l mashinasiga solib qo'yadi shopir. Mana aka to'ralasini bitta qilib, bunday chambarga qilib o'rab turib, mana tomonga chiqib ketayotdi. Mana kartonni qo'yib turib vaqt qo'yganman. Mana bitta bo'lib turibdi to'ralasi. Lag'imdek aylana bo'lib hammasidan chiqib ketgan. Aka mana berib olgan kivilaringiz yetib keldi. Xudo xohlasa Yangiyo'lga hali bir sutka bo'lmadi, bir sutka bo'lmasdan yetib keldi shu Farg'onadan. Xudo xohlasa mana bugun olib ekamiz endi.